Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-metodik markazi hamda Toshkent amaliy fanlar universiteti hamkorligida umumiy o'rta maxsus, kasbiy va oliy ta'lim tizimlarida baholashning yangi metodlariga bag'ishlangan forum o'tkazildi. Unda kompetensiyaga asoslangan va inklyuziv baholash, milliy va xalqaro baholash tadqiqotlari, oliy ta'lim tashkilotlarining attestatsiya va akkreditatsiya jarayonlari bo'yicha soha vakillarining ma'ruzalari tinglandi. Shuningdek, milliy reyting tizimlari, kasbiy ta'lim tizimida baholashni takomillashtirish hamda baholash jarayonlarida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning imkoniyatlari va xatarlari masalalariga e'tibor qaratildi. Ta'limda dalillarga asoslangan qaror qabul qilish tendensiyalarining ahamiyati, pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida baholash kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ham muhim ma'lumotlar berildi. Ta'limni rivojlantirishda eng muhimi bu o'quvchini rag'batlantirish, talabani rag'batlantirib baholash hisoblanadi. Bunda o'quvchilarni faqat bilimini emas, balki ko'nikma, malakalarni, kompetensiyalarni shakllantirishga katta ahamiyat qaratish kerak. Bu kompetensiyalar shakllantirishni nima beradi? Ya'ni talabalarni fikrlashga, yodlashga emas, fikrlashga, mushohada qilishga, tahlil qilishga, tadqiq qilishga, har bir mavzuni, har bir muammo, masala ustida o'zini shaxsiy mushohadasi bilan o'zini qarorlarini ishlab chiqishga o'rgatish, menimcha, eng muhim masalalardan hisoblanadi. Forum doirasida mahalliy va xalqaro ekspertlar tomonidan asosiy ma'ruzalar taqdim etildi hamda panel muhokamalar tashkil etildi. Muhokamalar davomida ishtirokchilar o'zaro tajriba almashib, ta'lim sifatini oshirish va baholash tizimini takomillashtirishga qaratilgan amaliy taklif va tavsiyalarni ilgari surdilar. Forum davomida yangi baholash tizimining avvalgi tizimdan farqli jihatlari va qulayliklari haqida ham ma'lumot berildi. Xabaringiz bor, yangi baholash tizimi joriy etilgan, ya'ni formativ va summativ baholashda. Baholash tizimida ko'proq o'sha yuqorida aytganimizdek ko'proq boshqaruv, ya'ni control deymiz, kontrol sifatida bo'lgan, ya'ni misol uchun 2 olgan baholar orqada qolib ketavergan, 5chilar esa oldida ketavergan, orada tafovut yuqori bo'lgan. Hozirgisida esa demak, o'sha diagnostik, formativ, summativ va diagnostik baholash orqali biz o'quvchini qaysi mavzu yoki mavzuni qaysi qismida kamchiligi bor, yani diagnostik qilib, uni demak mavzudan mavzuga yoki semestrdan semestrga demak qaysi mavzuga e'tibor berish kerak. O'qituvchi demak mana shunga javob qilinadi, ya'ni qaysi mavzuga e'tibor berishga, o'quvchi qaysi qismida oqsayapti. Shunda demak barcha o'quvchi teng, shaffof, adolatli demak baholash tizimiga ega bo'ladi. Muloqot davomida ta'lim tizimida qo'llanilayotgan formativ va summativ baholashning ilg'or usullarini o'quv jarayoniga integratsiya qilish va takomillashtirish bo'yicha xorijiy ekspertlar tajribalari ham tinglandi. Baholash tizimidagi mavjud muammolarni aniqlash va bartaraf etish bo'yicha takliflar ilgari surildi. Forum yakunida ishtirokchilar tomonidan milliy ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.